Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va qadrli nafaqaxo'rlar. Bugun siz bilan juda muhim, shoshilinch xabar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'r uchun, har bir oila uchun, ayniqsa keksalarimiz uchun o'ta dolzarb va hayotiy ahamiyatga ega. Agar siz nafaqa olsangiz yoki yaqinlaringiz nafaqaxo'r bo'lsa, ushbu videoni bir lahzaga ham o'tkazib yubormang. Chunki biz gapirmoqchi bo'lgan yangilik, chunki biz nafaqani hisoblashdagi yoki olishdagi muammolarning oldini olishga yordam berishi mumkin. Ba'zan oddiy bir axborotning yetishmasligi sababli katta noqulayliklar yuzaga kelishi mumkinligini unutmaylik. Shuning uchun hozirroq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamga yetkazishda yordam beradi. Qadrli yurtdoshlar, bilasizki, avvallari nafaqaxo'rlarimiz uchun O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasi bilan bog'liq har qanday masalada ma'lumot olish jarayoni ancha murakkab edi. Ko'pincha yangiliklar haqida eshitish uchun mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan borishga to'g'ri kelardi. Har bir yangilik yoki o'zgarish haqidagi xabarlar gazetalar orqali yoki televideniyaning umumiy yangiliklar dasturlari orqali e'lon qilinardi. Bu usullar afsuski barcha nafaqaxo'rlarimizga birdek tezkor va tushunarli tarzda yetib bormas edi. Qishloq joylarda yashovchi, shaharga tez-tez kelish imkoniyati bo'lmagan keksalarimiz uchun bu ayniqsa qiyin bo'lardi. Ko'pincha biror hujjatni topshirish yoki ma'lumotni yangilash kerak bo'lsa, uzoq navbatlarda turish, turli xonalarga kirib chiqish, bir idoradan ikkinchisiga borishga majbur bo'lishardi. Bu eski keksa kishilarimizning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatar, ularni juda charchatardi. Ba'zi hollarda esa vaqtida xabardor bo'lmaganliklari sababli nafaqa miqdorida kamayishlar yoki to'lovlarda uzilishlar yuzaga kelishi mumkin edi. Axborotning tarqoqligi va tizimli emasligi ko'plab savollarni va chalkashliklarni keltirib chiqarardi. Masalan, nafaqa oshish haqida eshitib, qancha va qaysi muddatdan boshlab oshganini bilmaslik yoki biror hujjatning amal qilish muddati tugagani holatlar tez-tez uchrab turardi. Bunday vaziyatlar nafaqaxo'rlarimizga katta noqulaylik tug'dirar, ularning ruhiy holatiga ham ta'sir etardi. Chunki nafaqa ko'pchilik uchun yagona tirikchilik manbai hisoblanadi va unga bog'liq har qanday noaniqlik jiddiy tashvishlarga sabab bo'ladi. Ammo bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Pensiya jamg'armasi o'z faoliyatini modernizatsiya qilish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va axborotni nafaqaxo'rlarga tezkor yetkazish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib bormoqda. Endi ma'lumotlar bir necha kanallar orqali qulay va tushunarli shaklda taqdim etilmoqda. Eng muhimi, hozirda pensiya jamg'armasi nafaqaxo'rlarimizdan ma'lum bir ma'lumotlarni qayta tasdiqlash yoki yangilashni talab qiluvchi o'ta muhim kampaniyani boshladi. Bu kampaniya sizning kelajakdagi nafaqa to'lovlaringizni kafolatlash, ularni aniq va uzluksiz amalga oshirishga qaratilgan. Agar bu jarayon e'tibordan chetda qolsa, ma'lumotlar yangilanmasa, kelajakda nafaqa olishda jiddiy muammolar paydo bo'lishi mumkin. Bu, masalan, nafaqa miqdorining noto'g'ri hisoblanishiga, to'lovlarning kechikishiga yoki hatto vaqtincha to'xtatilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu xabar shunchaki bir yangilik emas, balki har bir nafaqaxo'r uchun amalga oshirilishi shart bo'lgan majburiy qadamdir. Pensiya jamg'armasi hozirda mavjud barcha ma'lumotlarni raqamlashtirish va yagona tizimga birlashtirish ustida ishlamoqda. Bu jarayonning muvaffaqiyati har bir nafaqaxo'rning ma'lumotlari to'liq va aniq bo'lishiga bog'liq. Eski qog'oz hujjatlarda mavjud bo'lgan ma'lumotlar ba'zan tizimda noto'g'ri aks etishi yoki umuman aks etmasligi mumkin. Mana shu sababli ham ushbu yangilash yoki qayta tasdiqlash jarayoni joriy qilingan. Bu faqatgina sizning manfaatingiz uchun. Endi keling, bu muhim yangilikning tafsilotlariga chuqurroq kiraylik. Aynan nimalarni bilishingiz kerak, kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi lozim va kimlar uchun hozircha tashvishlanishga hojat yo'q. Pensiya jamg'armasining joriy yangiligi shundan iboratki, hozirgi kunda respublika bo'ylab barcha nafaqaxo'rlar va nafaqa oluvchilar o'z shaxsiy ma'lumotlarini, ish stajlari bilan bog'liq axborotni, shuningdek, bank rekvizitlari kabi moliyaviy ma'lumotlarni qayta tekshirib, zarurat bo'lsa yangilashlar yoki tasdiqlashlar talab etiladi. Bu jarayonning asosiy maqsadi pensiya jamg'armasi tizimida mavjud bo'lgan ma'lumotlarning aniqligini ta'minlash va kelajakda har qanday noto'g'ri hisob-kitoblar yoki to'lovlardagi uzilishlarning oldini olishdir. Raqamlashtirish davrida har bir fuqaroning ma'lumotlari to'liq va yagona bazada bo'lishi juda muhim.
Agar tizimda eski yoki noto'g'ri ma'lumotlar saqlanib qolsa, bu sizning nafaqa miqdorining kamayishiga, to'lovlar kechikishiga yoki hatto vaqtincha to'xtatilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu jarayon, shuningdek, yangi joriy qilinayotgan raqamli xizmatlardan to'liq foydalanish imkoniyatini ham beradi. Masalan, kelajakda nafaqa miqdorini onlayn tekshirish, pensiya jamg'armasi bilan masofadan turib muloqot qilish kabi qulayliklar joriy etiladi. Xo'sh, kimlar aynan tashvishlanishi kerak va kimlar hozircha xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, ayniqsa quyidagi toifadagi nafaqaxo'rlar diqqatli bo'lishlari lozim. 1. Uzoq vaqtdan beri pensiya jamg'armasi bilan aloqaga chiqmaganlar. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan so'ng bir necha yillar davomida pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limlariga bormagan bo'lsangiz, shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilamagan bo'lsangiz yoki hech qanday o'zgarishlar haqida xabardor bo'lmagan bo'lsangiz, demak siz uchun ushbu jarayon juda muhim. Ehtimol sizning yashash manzilingiz, telefon raqamingiz yoki bank rekvizitlaringiz eski bo'lishi mumkin. 2. Ish staji murakkab bo'lganlar. Agar siz bir necha joyda turli xil kasbiy faoliyat bilan shug'ullangan bo'lsangiz, masalan, davlat korxonasida, so'ngra xususiy sektorda ishlagan bo'lsangiz yoki chet elda ishlagan davrlar bo'lsa, sizning ish stajingizni tasdiqlovchi hujjatlar to'liq bo'lmasligi mumkin. Yangi raqamli tizim bu kabi murakkab stajlarni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. 3. Yaqinda yashash manzilini o'zgartirganlar yoki familiyasini almashtirganlar. Shaxsiy ma'lumotlaringizdagi har qanday o'zgarish, pasport ma'lumotlari, familiya, yashash manzili pensiya jamg'armasi tizimida ham aks etishi shart. Agar siz buni o'z vaqtida bildirmagan bo'lsangiz, ma'lumotlaringiz eski holatda qolib ketgan bo'lishi mumkin. 4. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar. Bu turdagi pensiyalar ma'lum shartlarga bog'liq bo'lib, davriy tekshiruvlar yoki ma'lumotlarni yangilashni talab qilishi mumkin. Masalan, nogironlik muddatini tasdiqlash yoki oila a'zolari tarkibidagi o'zgarishlarni bildirish kabi. Kimlar hozircha tashvishlanmasa ham bo'ladi? 5. Yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Agar siz so'nggi 1-2 yil ichida pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va barcha hujjatlaringizni to'liq taqdim etgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi tizimida allaqachon yangi talablarga mos ravishda kiritilgan. 2. Oxirgi paytlarda pensiya jamg'armasining onlayn xizmatlaridan faol foydalanayotganlar. Agar siz yaqinda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyPoqqof orqali pensiya bilan bog'liq xizmatlardan foydalangan bo'lsangiz va ma'lumotlaringizni yangilagan bo'lsangiz, ehtimol sizning ma'lumotlaringiz allaqachon yangi tizimga kiritilgan. Endi esa aytib o'tilgan vaziyatlarni yanada tushunarli qilish uchun bir nechta aniq real hayotdan olingan misollar bilan tanishamiz. Raqamlar va vaziyatlar sizning qanday harakat qilishingiz kerakligini yanada oydinlashtiradi. Bir misol. Dilfuza xolaning holati. Yetim yoshli Dilfuza xola oddiygina yoshga doir nafaqa oladi. U pensiyaga chiqqaniga 15 yildan oshgan. Shu vaqt mobaynida pensiya jamg'armasi bilan hech qanday aloqaga chiqmadi. Chunki uning fikricha hamma narsa avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Dilfuza xola 5 yil avval yashash manzilini o'zgartirgan, ammo bu haqda hech kimga xabar bermagan. Bundan tashqari, uning telefoni ham eski raqamda qolgan, uni keyinchalik almashtirgan. Hozirda pensiya jamg'armasi tizimida Dilfuza xolaning eski manzili va telefon raqami saqlanib qolgan. Yangi kompaniya doirasida pensiya jamg'armasi unga o'z ma'lumotlarini yangilash zarurligi haqida SMS xabar yubormoqchi bo'ldi. Ammo eski raqamga borishi sababli xabar yetib bormadi. Agar Dilfuza xola o'z ma'lumotlarini yangilamasa, tizimda u haqdagi ma'lumotlar eski holatda qolaveradi. Bu esa kelajakda uning nafaqa to'lovlarida muammolarga olib kelishi mumkin. Masalan, pensiya jamg'armasi to'lov kartasini yangilash zaruriyati yoki biror muhim ma'lumotni tasdiqlash uchun unga bog'lana olmasligi mumkin. Natijada uning nafaqasi vaqtincha to'xtatilishi yoki kechiktirilishi mumkin. Tasavvur qiling, uning oylik nafaqasi 500 ming so'm bo'lib, bu uning yagona daromad manbai. Agar ma'lumotlar yangilanmaganligi sababli uning nafaqasi 1 oyga kechiksa, bu pulni dori-darmonlarga sarflay olmaydi. Bu esa uning sog'ligiga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Bu holatda Dilfuza xola uchun eng oddiy harakat pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, manzili va telefon raqamini yangilash bo'lar edi. Misol, Alisher boboning holati. 15 yoshli Alisher bobo juda boy ish stajiga ega. U o'z faoliyatini 1970 yillarda bir zavodda ishchi sifatida boshlagan. So'ngra qishloq
xo'jaligi sohasida fermer bo'lib ishlagan. 1990 yillarda esa qisqa muddat chet elda qurilishda faoliyat olib borgan va nihoyat pensiyaga chiqishidan oldin o'zining kichik tadbirkorlik faoliyatini yuritgan. Pensiyaga chiqqanida uning barcha ish staji qog'oz hujjatlar asosida hisoblangan edi. Biroq hozirgi raqamli tizimga o'tish davrida uning chet eldagi ish staji va tadbirkorlik davri pensiya jamg'armasining yagona elektron bazasida to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Sababi chet elda ishlagan davrlar va tadbirkorlik faoliyati uchun ba'zi hujjatlar alohida tarzda taqdim etilishi yoki tasdiqlanishi kerak bo'lgan. Agar Alisher Bobo o'z ma'lumotlarini qayta tekshirmasa va zarur hujjatlarni qayta taqdim etmasa, uning ish stajining bir qismi, masalan, chet eldagi 30 yil va tadbirkorlikdagi 5 yil pensiya jamg'armasi tizimida hisobga olinmay qolishi mumkin. Tasavvur qiling, uning jami ish staji 4 yil bo'lgan. Agar 8 yil hisobga olinmasa, bu 32 yilga tushib qoladi. Ish stajining qisqarishi bevosita nafaqa miqdoriga ta'sir qiladi. Masalan, darma yil staj uchun uning nafaqasi 2000 so'm bo'lishi mumkin edi. Agar staj 32 yil deb hisoblanib qolsa, uning nafaqasi 1700 ming so'mga tushishi mumkin. Bu har oyda 300 ming so'm yo'qotish degani. Bir yilda bu 3600 ming so'mga yetadi. Bu miqdor Alisher Boboning oilasi uchun sezilarli daromad farqini keltirib chiqaradi. Bunday yo'qotishning oldini olish uchun Alisher Bobo ish stajini tasdiqlovchi barcha hujjatlarini, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, chet elda ishlaganini tasdiqlovchi hujjatlar, tadbirkorlik faoliyatini tasdiqlovchi hujjatlar, jamlab pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi va ularni tizimga to'liq kiritishni ta'minlashi kerak. 3 misol: Gulnora opa holati. Asterisk: Gulnora opa turmush o'rtog'i vafotidan keyin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Uning ikkita voyaga yetmagan nabirasi ham bor. Ularning ta'minoti ham shu nafaqadan. Gulnora opa 6 oy oldin viloyat markazidan qishloqqa ko'chib o'tgan. U pensiya jamg'armasini bu haqda ogohlantirgan, ammo ko'chish sababli ba'zi hujjatlarni, masalan, yashash joyi haqidagi ma'lumotnomani topshirishni unutgan yoki kechiktirgan. Pensiya jamg'armasining yangi tizimiga ko'ra, pensiya to'lovlari endi aniq yashash manziliga va unga biriktirilgan bank filiallariga yoki pochta bo'limlariga jo'natiladi. Agar Gulnora opaning yangi manzili pensiya jamg'armasi tizimida to'g'ri aks etmagan bo'lsa, uning pensiya pullari eski manziliga yuborilishi yoki umuman to'xtatib turilishi mumkin. Tasavvur qiling, uning oylik pensiyasi 1200 so'm bo'lib, bu pul uning va nabiralarining kundalik ehtiyojlari uchun juda muhim. Agar uning nafaqasi 2 oy davomida eski manziliga yuborilganligi sababli qo'liga yetib kelmasa, bu 2400 so'm yo'qotish degani. Bu miqdor uning oilasi uchun jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Chunki bu mablag' nabiralarining maktab xarajatlari, oziq-ovqat va boshqa zarur ehtiyojlar uchun ajratilgan edi. Bunday vaziyatda Gulnora opaga yashash manzilini tasdiqlovchi hujjat, masalan, mahalladan ma'lumotnoma bilan yangi yashash joyidagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish va ma'lumotlarni yangilash zarur. Shuningdek, u o'z bank rekvizitlarini ham yangilash kerak bo'lishi mumkin, agar u boshqa bank filialidan xizmat ko'rsatishni afzal ko'rsa. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, pensiya jamg'armasining joriy chaqiriga befarq bo'lmaslik o'ta muhim. Har bir nafaqaxo'rning o'ziga xos holati bo'lishi mumkin, ammo umumiy qoida shuki, ma'lumotlarning aniqligi va yangiligi sizning moliyaviy xotirjamligingiz garovidir. Hurmatli tomoshabinlar, har qanday qoidada bo'lgandek, pensiya jamg'armasi tomonidan joriy qilinayotgan bu yangiliklarda ham ba'zi istisnolar, e'tiborsiz qoldirmaslik kerak bo'lgan tuzoqlar va noaniq jihatlar mavjud. Keling, bu muhim nuqtalarni birma-bir ko'rib chiqaylik. Birinchidan, istisnolar. Barcha nafaqaxo'rlar bir xil sharoitda emasligi inobatga olgan holda ba'zi holatlar uchun maxsus tartiblar mavjud. Berili to'shakda yotgan, mustaqil harakatlana olmaydigan nafaqaxo'rlar. Agar nafaqaxo'r yoshi yoki sog'lig'i sababli mustaqil ravishda pensiya jamg'armasining bo'limiga borishga yoki onlayn xizmatlardan foydalanishga qodir bo'lmasa, bunday holatda uning ishonchli vakili, qarindoshi, farzandi yoki qonuniy vasiysi uning nomidan murojaat qilishi mumkin. Buning uchun notarial tasdiqlangan ishonchnoma talab qilinadi. Ishonchnomada aynan pensiya bilan bog'liq masalalarni hal qilish vakolati aniq ko'rsatilishi shart. Bunday ishonchli vakil barcha kerakli hujjatlarni to'plab, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishi va nafaqaxo'rning ma'lumotlarini yangilashi mumkin.
Ayrim hollarda agar nafaqaxo'r juda og'ir ahvolda bo'lsa, mahalliy pensiya jamg'armasi xodimlari ularning uyiga borib, ma'lumotlarni tasdiqlashlari mumkin bo'ladi. Ammo bu kamdan kam holatlarda va maxsus so'rovga asosan amalga oshiriladi. 2. Asrish internetga kirish imkoniyati yo'q yoki kompyuter savodxonligi past bo'lgan nafaqaxo'rlar. Afsuski, barcha nafaqaxo'rlarimiz zamonaviy texnologiyalardan bemalol foydalana olmaydi. Qishloq joylarda yashovchi yoki internetga kirish imkoniyati cheklangan keksalar uchun onlayn portal orqali ma'lumotlarni yangilash qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Bunday holatlarda ular uchun eng maqbul yo'l yashash joyidagi davlat xizmatlari markaziga DXM murojaat qilishdir. DXM xodimlari ularga kerakli hujjatlarni rasmiylashtirishda va pensiya jamg'armasi tizimiga kiritishda yordam beradi. Shuningdek, mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limlari ham ularga shaxsan yordam berishga tayyor. Ikkinchidan, tuzoqlar va ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan jihatlar. Afsuski, har qanday yangi kompaniya firibgarlar uchun ham imkoniyat yaratadi. Astos firibgarlik harakatlari. Sizga pensiya jamg'armasi nomidan telefon qilib, SMS yuborib yoki uyga kelib, shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank karta raqami, PIN kod, pasport seriyasi va raqami so'rovchilar paydo bo'lishi mumkin. Eslang, pensiya jamg'armasi xodimlari hech qachon sizdan telefon orqali bank karta ma'lumotlaringizni, ayniqsa PIN kodni so'ramaydi. Shubhali xabarlarga javob bermang, shubhali havolalarga kirmang. Agar sizga pensiya jamg'armasidan ekanligini aytib kimdir qo'ng'iroq qilsa va shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rasa, zudlik bilan shaxsiy ma'lumotlarni bermasdan qo'ng'iroqni tugating va pensiya jamg'armasining rasmiy aloqa markaziga yoki mahalliy bo'limiga qayta qo'ng'iroq qilib vaziyatni aniqlashtiring. Firibgarlar ko'pincha sizning nafaqangiz oshdi, uni olish uchun kartangiz raqamini ayting yoki sizga qo'shimcha imtiyozlar berildi, buni faollashtirish uchun kodni ayting kabi gaplar bilan aldashga harakat qilishadi. Bu kabi qo'ng'iroqlarga ishonmang. Noto'g'ri ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda yoki tanishlar orqali tarqalishi mumkin bo'lgan noto'g'ri yoki buzib ko'rsatilgan ma'lumotlarga ishonmang. Har doim ma'lumotlarni faqatgina pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz, rasmiy axborot TV, radio, gazetalar yoki mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limlaridan tekshiring. Ba'zan odamlar nafaqa olish uchun yangi pasport olish shart yoki barcha pullar kartadan yechib olinadi kabi noto'g'ri xabarlarni tarqatishi mumkin. Bu kabi xabarlarga aslo ishonmang. Noto'g'ri to'ldirilgan arizalar yoki yetishmaydigan hujjatlar. Agar siz onlayn tarzda ma'lumotlarni yangilayotgan bo'lsangiz, arizani diqqat bilan va to'liq to'ldirishingiz shart. Biror maydonni noto'g'ri to'ldirish yoki kerakli hujjatni ilova qilmaslik jarayonini sezilarli darajada kechiktirishi mumkin. Masalan, ish stajini tasdiqlovchi hujjat sifatida mehnat daftarchasining barcha sahifalarini, ayniqsa ishga kirish va chiqish yozuvlari mavjud bo'lgan sahifalarni to'liq skaner qilib yuklash kerak. Agar siz pensiya jamg'armasiga shaxsan murojaat qilayotgan bo'lsangiz, barcha kerakli hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarini o'zingiz bilan olib borishni unutmang. Uchinchidan, noaniq jihatlar va ahamiyatli nuanslar. Har bir hudud yoki toifaga qarab o'zgaradigan muddatlar ba'zan pensiya jamg'armasi ma'lumotlarini yangilash bo'yicha kompaniyani bosqichma-bosqich amalga oshirishi mumkin. Masalan, avval bitta viloyatda, keyin boshqasida yoki birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilar uchun, so'ngra nogironlik pensiyasini oluvchilar uchun. Shuning uchun sizning hududingiz yoki sizning pensiya toifangizga oid aniq muddatlarni mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki rasmiy veb-saytidan aniqlashtirib olishingiz muhim. Tavsiya etiladi va majburiy choralar o'rtasidagi farq ba'zi ma'lumotlarni yangilash tavsiya etiladi tusida bo'lishi mumkin. Ya'ni bu kelajakda qulayliklar yaratish uchun. Ammo ma'lum bir ma'lumotlar, masalan, yashash joyini o'zgartirish haqidagi ma'lumot majburiy yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Aks holda bu nafaqa to'lovlariga ta'sir qiladi. Pensiya jamg'armasining rasmiy e'lonlarida bu farq aniq ko'rsatiladi. Unga e'tibor bering. 3. Harakatsizlikning oqibatlari va noto'g'ri harakatlarning oqibatlari. Agar siz umuman harakat qilmasangiz, yuqorida aytib o'tganimizdek, nafaqa miqdorining kamayishi, to'lovlar kechikishi yoki hatto to'xtatilishi kabi muammolar paydo bo'lishi mumkin. Agar siz noto'g'ri ma'lumotlarni taqdim etsangiz, bu ham jarayonni sezilarli darajada kechiktirishi yoki sizning arizangiz rad etilishiga olib kelishi mumkin. Har ikki holatda ham vaqt yo'qotiladi
va bu sizga moddiy hamda ma'naviy zarar yetkazishi mumkin. 4. Appelyatsiya jarayoni. Agar siz pensiya jamg'armasining qaroridan norozi bo'lsangiz, masalan, pensiya miqdori siz kutgandan kamroq bo'lsa yoki arizangiz rad etilsa, siz ushbu qarorga norozilik bildirish va appelyatsiya berish huquqiga egasiz. Buning uchun siz pensiya jamg'armasining yuqori organlariga yoki sudga murojaat qilishingiz mumkin. Appelyatsiya berish tartibi va muddatlari pensiya jamg'armasining rasmiy hujjatlarida yoki mahalliy bo'limlarda aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Bularni bilish sizga jarayonni tushunishda, potensial muammolarning oldini olishda va o'zingizni firibgarlikdan himoya qilishda yordam beradi. Doimo hushyor bo'ling va rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga suyaning. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Aynan nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlar qo'yishingiz lozim? Men sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. Min qadam rasmiy manbalarni tekshiring. Birinchi navbatda pensiya jamg'armasi tomonidan e'lon qilingan rasmiy xabarlarni tekshiring. Bu ma'lumotlar pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytida, PFUZ Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida, my.gov.uz mahalliy televideniya va radio kanallarida, shuningdek mahalliy gazetalarda e'lon qilinadi. Ba'zi hollarda mahalliy hokimiyat organlari ham bu haqda aholini xabardor qiladi. Asosiy maqsad ma'lumotni shubhali manbalardan emas, balki aniq va ishonchli joylardan olishdir. Telefon raqamingiz bo'lsa, pensiya jamg'armasining markaziy aloqa markaziga qo'ng'iroq qilib, vaziyatni aniqlashtirishingiz mumkin. Bu ayniqsa turli mishlar va noto'g'ri ma'lumotlar tarqalayotgan paytda juda muhimdir. Iqdam zarur hujjatlarni to'plang. Ma'lumotlaringizni yangilash yoki tasdiqlash uchun sizga bir qator hujjatlar kerak bo'ladi. Ularni oldindan tayyorlab qo'yish jarayonini tezlashtiradi. Pasport sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Pensiya guvohnomasi agar mavjud bo'lsa. Mehnat daftarchasi ish stajini tasdiqlovchi asosiy hujjat. Agar bir nechta joyda ishlagan bo'lsangiz, barcha ish joylari qayd etilgan sahifalarni tayyorlang. Agar mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa, arxiv ma'lumotnomalari yoki ish beruvchidan tasdiqlangan hujjatlar kerak bo'ladi. Nikoh yoki tug'ilish guvohnomalari. Agar sizda familiya o'zgargan bo'lsa yoki boquvchini yo'qotganlik pensiyasini olsangiz, oila a'zolaringiz haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlash uchun. Bank rekvizitlari, nafaqa o'tkaziladigan plastik karta raqami, bank nomi va filial kodi. Agar siz nafaqani pochta orqali olsangiz, yashash manzilingiz to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Yashash joyi haqidagi ma'lumotnoma. Agar yashash manzilingiz yaqinda o'zgargan bo'lsa, mahalla fuqarolar yig'inidan yoki davlat xizmatlari markazidan olingan ma'lumotnoma. Barcha hujjatlarning asl nusxalari va ularning nusxalarini tayyorlab qo'yishni unutmang. Ba'zida faqat nusxalar emas, balki asl nusxalarini ham ko'rsatish talab etilishi mumkin. Ichkidan ma'lumotlarni yangilash usulini tanlang. Sizda ma'lumotlarni yangilash uchun bir nechta variant mavjud. Bor, onlayn portal orqali my.gov.uz. Agar sizda internet kirish imkoniyati va kompyuter yoki smartfon bilan ishlash ko'nikmalaringiz bo'lsa, bu eng qulay va tezkor usul. Qanday qilish kerak? my.gov.uz portaliga kiring. Ro'yxatdan o'ting yoki mavjud akkountingiz orqali tizimga kiring. Pensiya bo'limini toping. Nafaqa ma'lumotlarini yangilash, tekshirish xizmatini tanlang. Saytdagi ko'rsatmalarga amal qilib, kerakli maydonlarni to'ldiring va hujjatlarning skaner qilingan nusxalarini yoki sifatli fotosuratlarni yuklang. Arizangizni elektron imzo bilan tasdiqlashingiz kerak bo'lishi mumkin. Agar mavjud bo'lsa, yoki oddiy tasdiqlash usuli bilan yakunlashingiz mumkin. Onlayn xizmatdan foydalanganda har bir qadamni diqqat bilan o'qing va xatolarga yo'l qo'ymaslikka harakat qiling. Har bir yuklangan hujjatning o'qilishi va aniq ekanligiga ishonch hosil qiling. 2. Davlat xizmatlari markazlari DXM orqali. Bu ayniqsa kompyuter savodxonligi past bo'lganlar yoki internetga kirish imkoniyati cheklanganlar uchun eng maqbul variant. Qanday qilish kerak? Yashash joyingizdagi eng yaqin davlat xizmatlari markaziga barcha hujjatlaringiz bilan boring. DXM xodimlari sizga ariza to'ldirishda, hujjatlaringizni skanerlashda va pensiya jamg'armasi tizimiga kiritishda yordam beradi. Ular jarayonni boshidan oxirigacha tushuntirib beradi. Bu usul juda qulay, chunki barcha jarayon bir joyda va mutaxassis yordamida amalga oshiriladi. 30. Pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga shaxsan borish. Bu an'anaviy usul bo'lib, yuqoridagi ikki usuldan foydalana olmaydiganlar yoki qo'shimcha savollari borlar uchun mos keladi. Qanday qilish kerak?
barcha hujjatlaringiz bilan yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga tashrif buyuring. U yerda mutaxassis sizning hujjatlaringizni qabul qiladi, ma'lumotlaringizni tekshiradi va zarurat bo'lsa yangilaydi. Shuningdek, sizda paydo bo'lgan har qanday savolga javob beradi. Lekin esda tutingki, bu usulda navbatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun biroz vaqt talab etishi mumkin. Erta borishga harakat qiling. Ko'd qadam. Arizani tasdiqlang va kvitansiyani saqlab qo'ying. Ma'lumotlarni qanday usulda yangilashingizdan qat'iy nazar, sizning arizangiz qabul qilinganligi haqida tasdiqlovchi hujjat, kvitansiya, ro'yxatga olish raqami olishni unutmang. Bu hujjatni kelajakda agar ma'lumotlar bilan bog'liq muammolar paydo bo'lsa, isbot sifatida foydalanishingiz mumkin. Masalan, onlayn arizani topshirsangiz sizga elektron kvitansiya berilishi mumkin. Uni yuklab olib, saqlab qo'ying. DXM yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga borganingizda esa qog'oz shaklidagi kvitansiyani so'rang va saqlab qo'ying. Bu sizning harakat qilganligingizning yuridik tasdig'i hisoblanadi. Asli bexqadam muammolar yuzaga kelsa nima qilish kerak? Agar siz ma'lumotlarni yangilash jarayonida qiyinchiliklarga duch kelsangiz yoki keyinchalik nafaqa to'lovlarida muammolar paydo bo'lsa, vahimaga tushmang. Asli aloqa markaziga murojaat qiling. Pensiya jamg'armasining rasmiy aloqa markaziga odatda bu raqamni rasmiy sayt topish mumkin, qo'ng'iroq qiling. Yozma murojaat. Muammoingizni yozma ravishda bayon etib, pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qoldiring. Barcha dalillar, masalan, avvalgi kvitansiya nusxasi ilova qilinganiga ishonch hosil qiling. Qabulga yozilish. Zarur tug'ilganda pensiya jamg'armasining mas'ul xodimi yoki rahbariyati qabuliga yozilish imkoniyatidan foydalaning. Ushbu qadamlarga amal qilish sizning nafaqa bilan bog'liq barcha masalalaringizni o'z vaqtida va muammosiz hal qilishga yordam beradi. Unutmang, sizning xotirjamligingiz va moliyaviy barqarorligingiz pensiya jamg'armasi uchun ustuvor vazifa. Aziz tomoshabinlar, bugungi videoda men sizga pensiya jamg'armasidan kelgan juda muhim va shoshilinch xabar haqida batafsil ma'lumot berdim. Ko'rib turganingizdek, bu shunchaki bir yangilik emas va moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan qadamdir. Biz ma'lumotlarni qanday tekshirish, kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak, qanday tuzoqlardan saqlanish lozimligi va qanday amaliy qadamlar qo'yish kerakligini batafsil muhokama qildik. Esingizda bo'lsin, ma'lumotlarning aniqligi va yangiligi sizning xotirjamligingiz garovidir. Vaqtida harakat qilish kelajakdagi ko'plab muammolarning oldini olishga yordam beradi. Bu videoni ko'pchilik nafaqaxo'rlarimizga yetib borishi uchun iltimos, o'z yaqinlaringizga, tanishlaringizga yuboring. O'z fikr mulohazalaringizni va boshdan kechirgan tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ehtimol sizning tajribangiz boshqalarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero bizning maqsadimiz sizga eng muhim va dolzarb ma'lumotlarni tezkor va tushunarli tarzda yetkazishdir. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni asrang.